Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Şinjan Xalq nashriyat sarfidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romani. Bu roman Beliqut shirkati ovoziga ilinib, Beliqut to'g'ridan o'qildi. Hozir zaharlik chekimlik yoshlarimizda borgan sari ig'ir ijtimoiy ofatga aylanmoqda. Bu ofat xalqning umidi bo'lgan yoshlarni baxtsizlar, mahbuslar, saranglar, jasadlar lagerga ittirmoqda. Şunu bilishimiz kerakki, millatni yolg'iz top zambiraklar emas. Chekimlik naychisi, ichimlik romkisi bilan buzuqchilikni xor zabun qila oladi. Abdushukur Muhammad Emin 30 yoshga kirmay turib, 100 yillik hayot qismatlarini beshdan kechirgan og'i beg'ishlayman. Abdurdi. 2-bob. Emgek Mulozimat shirkatining sayguyani Jabbor Hojim bilan qadrdon 2 mashinaga besilgan 20 tonna gulqoqni musofirlar mehmonxonasining o'ylisiz akirishi. Qoqchilik qo'yankaslari xuddi sesiq go'shni hidlab kelgan chivillardek go'rrida o'lashdi. Bo'libmi, ularning ichida yo'tsida qizil g'ilofliq yo'g'on pichoq pullanlab turgan qora cho'qur ham qotong'ur biri 2 mashinaning atrofida qo'yindek pirqirab varqiramoqda edi. Og'inglar, bu 2 mashina gulqoqni men boldir so'zlashib qo'ydim. Kimki so'ydiga qum aralashtirsa, menda yomonlik bo'lsin ha? Ey Murodil Panoq, Tursunkalla, qanisizlar? Mana bu yerda turgunka, xotirjam savdoni qilaver. Mashina atrofida mana buzba. Beliqut xazinasi. Mashina kabinkasidan Sayguyan Jabbor Hojim injiqlab yerga tushdi. U 40 yoshlardan oshgan. Semiz, misrang chiroyining siliq ham parqirab turishidan ko'zi ishkanligi bilinib turardi. Ko'zining kichikligiga baxmay, burni xuddi qo'tir omutni patirib qo'ygandek yo'g'on edi. U aslida o'tir bo'y odam bo'lsa-mu, badani tashchi samirib ketganligi uchun pakori ko'rinadi. Jabbor Hojim o'zini qo'shib olgan odamlarning eng oldida gediyib turgan Matturg'unga mansitmaslik nazar bilan qaradi. Dimog'ini qoqdi. Biroq atrofga o'lishib olgan qoqchi bolalar ham mevichivi hayonkashlari shuncha ko'p ruhliq, hech qaysisining g'ing qilolmay jim turishidan Jabbor Hojim sal andishiga tushib qoldi. Shu asnoda Eliqin Matturg'un degan qotong'ur odam mashina ustiga chiqib, bir tovarning og'zining kichikkina yerini ochdida 2 o'chimdek gulqoqni elib tushdi. Atrofdagilar do'pto'bilik so'rin hosil qilib, Jabbor Hojim bilan qadrdonni o'tirib olib oldi. Gulning ahvoli mushkan, dedi Matturg'un olqindagi gulini ko'rsatib. Qani, bo'ladigan bahosini deb baqsanglar. Voy, bu shaltoq gul ekan-ku, dedi Murodil Panoq xing'ildi. Qo'rsoq og'irtadigan shatroq guladi bo'g'dak. Tursun kalla ko'zga ilmagandek og'zi burnini purishtirdi. Hey, har qaysingiz zo'rlayotganingiz yo'q-ku? Sen olmasan, odam chiqmanda, neniga molni kamsindirsan? Qadrdon ko'zlarini olaytib go'laydi. Sotmayman-ku, qanday qilsa? Ko'toni shatroqlatmaydigan gulini tepib ol. Qarab turganlar birdilla kulib ko'tiribdi. O'zlarining o'sal o'ringa tushib qolganligidan g'azib kelgan Matturg'un Shirin Murodil Panoq bilan Tursun kallaga ayonmayla til soldi. Voh, g'alqon gula. Sesiq og'zingdan neni po'qib tutsa? So'di deganni chiroyli qilmamda chiroyli. Ha, xafa bo'lma, aka. Matturg'un Shirin Jabbor Hojimga qarab hiyjaydi. Ha, qani aka. Qoqning etini bir qo'yib bersizlar. Endi kilosiga 2 so'mdan berishaylar.
Qaq bek şalpaqqa aka. Çevda birning desizlar. Endi shu xonandagi to'pig'i yeyib quritib, go'rjakda tag'arg'i usqandan keyin ashundaq 30 ning ichidan biri yigil bo'lmaydigan shaltoq qan to'pa. Shunga 2 so'mda. Qadrdon Jabbor hojimning gaplarini anglab, quloqlariga ishonolmay qoldi. O'zining melani xaridorga sundirib, kursini tushirib sotadigan nada bundoq supurgi ziyonkesh savdogar bo'lsin. Albatta, savdo ishida qog'i balam oppoq, kirpi balam yumshoq degandek iloji bor madihlab ulug'lamandi. Amsa Chaltoy mol tiyini qo'yib, bir so'mdili bo'lsin, bo'lamdi? Dedi Matrug'un Shirim Jabbor hojimning chiroyiga sansilib. O'zirma qaqning suftining nacharligini devatmamla. Qanaq dedim og'inglar? Atrofdagi choy puli ilishga ta'ma qilib turgan dallollar obdan baho bo'ldi, yaxshi so'radi, hozir qaqning bahosi tushib ketdi deyishib varqirashdi. Ola tog'il ovozlardan lossida bo'shab qolgan Jabbor hojim ikkitoyin bo'lib atrofga qarag'ili turdi. Lekin qadrdonning belakdak to'ng qoshlari mejjida turilib, varqirgan salochlarga tikildi. Bu degan jononi bilan quvoni o'rkining qiqi. Qarmamsizlar, go'sht turg'inmi? Dedi qadrdon qo'lidagi g'iliqoqni ko'rsatib. Kilosini 1 so'mda sotmaymiz. Amsa 1 so'm 10 tiyin. Matrug'un Shirim atrofda savdoning buzilishini kutib turgan qoq hayankashlardan andikib yana o'rladi. Bo'pti. Yana 10 tiyin ketib qo'yay. Amdig'i bo'lganda. Shu asnoda qadrdon to'p orasida o'ziga kulib qarab turgan Nurmat, Elimjon, Siyos qonun komitetining shujasi Mutulla Savutning o'g'li G'ayrat Jandolarni ko'rib qoldi. Gerçi bu balalar qadrdondan 6-7 yosh cho'ng bo'lsin-mi? Bir ko'jan ko'chalab edi. Bizga alohida chiliq otdi. O egiz boy, bug'doy o'ng, qosh ko'zlari qop-qora, yasinib tarnib yuradigan yigit edi. "Ha, qadrdon, qoq akaga metang?" dedi G'ayrat Jando qo'l sunib etib. "Abbos boyjon seni 7-sinfda o'qiyotdi deb aytdi-ku." "Ha, men o'quvga kelgan. Jabbor hojimga yordamchi bo'laman." Mundoq degan. G'ayrat Jando qadrdonning mursiga urib qo'ydi. "Qaysi maktabga kelding?" "Shinjon mehmonxonasining oshpazlik kursiga." Qadrdon G'ayratdan yurtdan latmolat tinibli ketdingmi deb so'ramoqchi bo'ldi-yu, darhol tilini tiydi. Bilqut xazinasininki Noyning siyos qonun shujasi Mutulla Savut o'g'lini uydan qo'g'lab chiqarib o'tgan edi. Yurtda g'ayrat to'g'riliq xiroin sotadigan 20 kilo necha bilan tutib qopti. Yolg'on pul yetkab hapsidikan degandek quloq yoqdi gaplar ko'p edi. "Bo'ladi uka, men oldirayman," dedi G'ayrat Jando xo'shlashib. "Vaqting yetsa, biror xijolating bo'lsa, meni izlajima." "Bo'ldi G'ayratga." G'ayrat Jando uzab ketdi. Elimjon ismli oq seriq, o'ruq, egiz bola qadrdonning qo'lini olqiniga oldi. Pakar, diqmoqqina, qizil yuzlik Nurmat bo'lsa, qo'lini qadrdonning mo'risiga qo'ydi. "Dam olish kunlaringda kelsan," dedi Elimjon ovoq. "Hammamizni mushu musofirlar mehmonxonasidan topalaysa." "Hey, cho'qim keljimi?" Nurmatmo kichik ko'zlarini chimchiqlatdi. "O'rimchida tonish bilishlar bo'lmasa, odam zerikib qoladi." Shu asnoda Jabbor hojimning chaqirgan ovozi anglanishi bilan qadrdon mahallikilar bilan
alman talman xo'shishib to'p ichiga kirdi. Jappar hojim zo'ngziyib o'tirib pul sanayotdi. Yerdimi yana bir necha kallik pul turardi. Jappar aka, qoqni setyaptingizmi? Oldirib so'radi Qadirdan. Ha, setyapti. Dedi Jappar hojim Qadirdanga qaramayla barmoqiga tükürib. Qani, sen men sanagan pullarni qayt sana. Qanchadan bo'ldi? Voy, ajab, cho'qchilab ketding-a cho'ng odamdek. 1 so'm 25 tiyim bo'ldi. Nima? Qadirdan o'rniga mixlab qo'ygandek turib qoldi. Narigidir cho'g'i tushgandek ichi etishib ketdi. Biroq chiqqan ko'z o'rniga kelmagandek sodida olqon urib putishib bo'lgan edi. Jappar hojim bo'lsa, "Dar desa, gul qoqdan ajab qutuldim" degandek, zo'ngzib o'tirguncha pul sanayotgan ikki shopirga nimadandir demakdi edi. "Sizlar malni tushirib bo'lgandan keyin mushu mehmonxonada malni saqlanglar", dedi Jappar hojim nopuzluq arboblar pardasida gelin qirib qo'yib. "Men malni elib sizlarga xabar qilaman." Gülqoqni tezli bir taraf qilib atgandan qoltis yoyilib ketgan Jappar hojim shu kuni Qadirdan bilan Go'har Zimin mehmonxonasining oliy yotiqida yetib qoldi. Chivin yutib olgandek bo'lib qolgan Qadirdanga hojimning o'zini domlab qilgan gaplari xuddi og'ziga mush urgandek bilindi. Shunga u yerib qoptiman debla yotqonga purkinib yetib oldi. Albatta, arzon setilib ketgan 20 tonna Qalq Qadirdanning shaxsiy meli emas. O nurg'un odamni tumshuq terab beqiyotgan yoshlar binosining meli. Shundaqkan bir necha ming so'm pul ular uchun anqoning ustidek to'diya emasmi? Yoshlar binosini huddiga olgan Obul Hasan qanchilg'an nohiya. Yiroq yezi kanitlardan ming mushaqqatda yiqqan gulini bolasining o'yinchiqidek so'rg'anga beriversa, odamning ichi etishmamdi. Mana, yeliqi qizil ko'z hayonkashlar tayyorga hayyor bo'ldi-da. To Xudoyim, qoqni olaman deydigan xaridorlar shuncha ko'p bo'lgandan keyin talash tartishga qo'ysa, bahos texmi o'rlanadi. Nadagi qora patanga chaplashyoqcha. İçki kuchlik Qadirdan xapilikda uyon o'ril, bo'yon o'rila qachonlarda uxlab qolganligini bilmayli qoldi. Ular ertasi atiganda noshta qilgandan keyin Shinjong mehmonxonasiga taksi bilan keldi. Hojim Qadirdanni tizimlatib, o'tashga tegishli rasmiyatlarni bijirgandan keyin yotiqini o'rinlashtirdi. Ondan o'zining Urumchida olmoqchi bo'lgan mollarining ko'pligini so'zlab, mehmonxona direktoridan Qadirdanga bir haftalik ruxsat berishni o'tindi. Emgek mulozimat shirkatining egidorchiligida bir cho'ng bozor bo'lib, uningda har xil kiyim-kechak, raxit, turmush buyumlari, velosiped, motosiklet, gaz o'choq, 5 xil metal, elektr saymonlaridan to'nglatqu, kir olg'u, un olg'u, to'p tazmol, radio qatorliqlar setiladigan turli mollar do'konlari bor edi. Endi yoshlar binosi bo'lsa, aslida emgak mulozimat shirkati qarmoqida bo'lib, bu bino ichida restoran, mehmonxona, do'konlardan boshqa yoshlar uchun bilyard, shaxmat o'ynash bo'limlari, hatto tansi o'g'inish, cheniqish zollari bor edi. Bu turlardan hech qancha kirim qilolmay, xodimlarini beqib ketalmagan emgak mulozimat shirkati kallimi yemay, tishimi chaqmay dedimi, aytavur yoshlar binosini o'zining buxgalteri Obul Hasanga huddiga bergan edi. Bu qatam Jappar hojim emgak mulozimat shirkati egidorchiligidagi do'konlarga mol elishdan sirt, setilgan Gulqoqning puliga yoshlar binosining do'konlariga mol olmoqchi edi. Jappar hojim bilan Qadirdan to'p setish bozorlaridan tizimlikdagi mollarni elib, olganlarini yana shu o'ringa omonatga qo'yib oldi. Ammo
mal elayotganning 5-chi kuni Qadrdon bilan Hojim egizpas bo'lishib qoldi. Hojim puli arzon, o'zi hayvatlik deb g'alita ham chakini loyihalangan ajoyib g'aroyib chiroqlari o'chib yenib turadigan uyni oldi. Radiolarni eliverdi. Oxir toqat qilolmagan Qadrdon ko'ngildikini da'vatdi. Hojim, qarasizlar, bundoq so'litiba saposi yo'q nimalarni sahroliklarni oldi. Shaharliklar hozir malning yaxshi yomonligini, eng muhimi marksini zig'irlaydigan deb qoldi. Shunga oz olsaqmi, yaxshi birni olsaq? Hey, maha balaning otkarchiligini ko'rmandigan. Sen nemir bilatdan? Xuddi jahon ko'rgan shamaylik savdogarlarda gap qilsin ha? Hojim, o'zlari sayyuyan bo'lganlari bilan zamon davr bilan hisoblashmaydi ekanlar. Chekatga gap qilmasam xil sakraysan-ku. 10 necha yildan beri sayyuyanlik qilib, nemini elib, nemini qo'yganligimni obdan bilaman ava. Jabbor Hojim, meni asli bilan takalashqim yo'q, dedi Qadrdon ochiqi bilan. Endi bo'lmasa, yonchiq o'ynalg'usidan 100 ni olayli. Voy, ashu olqandek narsa nima? Uni puliga azroqlik qo'ysak, jarang-jurang, vang sayrab turgan yo'g'ini kelib olsa, to'g'ri qildim. Jigdichining qanotidek bir nimani? Hojim, hozir o'quvchilar orasida xanzo tili, chat el tillarini o'rganish to'lqini ko'tarildi. Ular tanishishni qo'liqqa tiqib qo'yib, yo'lda men yetibmi? Hatto hojatga o'tirgandimi o'rganaverdi. Bizning o'tir maktabda nurg'un o'quvchilar bunday o'yinlarni topolmay Urumchidan akeldirdi. Qadrdon bola, degina balkim to'g'ridir, dedi Jabbor Hojim kartada kekarib qo'yib. Lekin Emgak mulozimat shirkatining direktori Abduz Imin bilan oladigan molni muzokirashib, pul akeldi. Shunga tizimlikning sirtiga chiqolmayman. Amsa Guluqovning pulini olayli. Hey, ish ko'rmagan xambala. U bilasan qabul qilmasa, men u unalg'ularni tizib qo'yib, urush qilib o'ynayman-ma. Agar so'tilmay qolsa, menga bo'lay. Men qanchaqa o'pib besh, ega bo'lmasa, yana shu eshak baynan, tag'ar baynan yiqilsa yo'lmayman, o'z to'lmayman deb Abbos bo'jonga tavon tashlab turasa. Qandoq joyli odamsan? Qattiq vaqirashdan Qadrdonning bu yillari esilib ketdi. Jahon bilan, davr bilan, odamlarning ehtiyoji bilan hisoblashmaydigan sendek sayg'iyonni ko'rmaganman ava. Jabbor Hojim andikib jimida turib qoldi. O ko'nglida Abbos bo'jonning bu shumini jahil, qaram, tavakkulchi deb qaqshig'inichi borkan deb o'yladi. Shundaqdimi u bu gadankesh manmanchining so'zlarini ba'zi asoslari borligini shinatdi. Shunga birdilla yumshab ifodasizda hijaydi. Bo'ldi. Bo'ldi Qadrdon bola. Yerilibmi ketma yana. Sen degan o narsadan 100 ni emas, hozircha 10 ni elib ko'rib boqayli. Bu mol menib qolsa, andan bir gap bo'lsin. Qanday? Qadrdon Jabbor Hojimning terining yirtig'idek pit ko'zlariga, qizg'ish eslab turgan qo'sh enaklarga, salpiyib tushgan enlik go'shtlariga qarag'inicha, tova, mushundoq döt odamni sayg'iyam qilib qo'ygan qandoq kalva odamdo deganlarni o'yladi. Mayli, uni olsak olayli, dedi Qadrdon ruhsiz holda. Men texi tayyor mashina bo'lgandan keyin kira puli bo'lsa-mu tejilib qolar deb o'ylab ekanman. Jabbor Hojim bilan Qadrdon shu kuni Go'harzining mehmonxonasidagi yotiqida o'n-tinsizda yetib qolishdi.
ular ertesi atigan Do'stlik rayonining cho'ng bozoridagi qozoq choyxonasiga kirib, qaymoqliq choyga nonchilab yeyishdi. Tönügünki zengir taxtaqdan keyin qadrdonning qopiqi zodili echilmagan edi. Otkarchi, chekatga, manqonni chaq, o'pib berishdan gaplarim ig'irkaga o'xshaydi. deb o'ylagan Jabbor hojim, "Ben haqiqatan malag'il kelganda mushu choyxonani nashta qilaman. Qaymoqi yangi, seriqmaysa" dedi. Qadrdon shiyirib bir nima demadi. Bo'ruqturmulik ichida jili bo'lib qolgan Jabbor hojim sirtqa chiqib, musofirlar mehmonxonasidagi ikki shofirga Changjon yo'li top setish savdo markaziga darhol kelish deb varqiradi. Ondan ular ikkisi yana jimjitla taksiga tushdi. Qadrdon, dedi oldida o'tirgan hojim orqaga qayrilib. Bugun Qiziltog' poyezd stansiyasi, Changjon yo'li top setish markazlaridagi mallarni Raurus qachilab, ikki mashinani yo'lga selib etayli. Ruxsat vaqtingdan yana bir kun bor. Shunga ata avtonom rayonlik meva-cheva shirkatiga berib, quruq yal yemish, degivar ruxsati, rasmiyatlarni bijirayli. Bo'ladi. Qadrdon ig'irroq tinibmi qo'ymadi. Hatto u 3 o'rimdagi mallarning turlari bo'yicha radlik besib, mashinlarni yo'lga solg'icha qorong'i tushib ketgan bo'lsa-mu, yanala gap qilmadi. Ham Jabbor hojimning chiroyiga qaramadi. Barg'on sir xijillik iskanjisida bo'ruqdan bo'layotgan hojim o'zini paylamay o't bilan o'ynashganligini his qildi. Chunki qadrdonning chiroyidan mansitmaslik ushqunlari yelinjab turadi. Shundaqdimi, ertasi ular G'arbi diyor meva-cheva shirkatiga billa berib, shirkat boshlig'i Jang Yongchin bilan ko'rishdi. U odam qanchalik quruq yalimish bo'lsa olamiz, biroq uning avrishkisini ko'rmay turib, degivar ruxsati rasmiyatini bejerib bera olmaymiz deb gapni uzatdi. Jabbor hojim bilan qadrdon Qo'ng'irtosh meva-cheva shirkatiga umid bilan borgan edi. Biroq shirkat boshlig'i Longdato Jang Yongchinga o'xshashli gap qildi. Oxir ular musofirlar mehmonxonasiga berib, qoqchilik savdogarlari quruq yal yemish hayonkeshlarining maslahatini olgandan keyin Daxiyan meva-cheva shirkatiga berib, shirkat boshlig'i Yang Mingsan bilan ko'rishdi. Yang Mingsan 40 yoshlardagi uruq, egiz, qotang'ur odam edi. U sol taraf quloq tubidagi uzun sochlarida taqir bechini yepib olgan bo'lib, uzmay tomoq chekib turardi. "Sizlarda baq quruq yal yemish, jami necha tonlik bor edi?" 300 tondan oshdi, dedi Jabbor hojim umidlangan holda. "Yana lozim bo'lsa, yezlardan yig'ib bergilim bo'ladi. 700 tondan ortiq quruq yal yemish bor." Qadrdon hech tantirmayla hojimning ko'zlariga qaradi. "Sire emgak mulozimat shirkatining 11-dikini da'vatadilar. Men yoshlar binosi direktori Ubul Hasan akamning 11-dikini ko'zda tutyapman." Jabbor hojimning og'zi ochiqlik qoldi. O ko'nglida bu shum nalada yurib bu ishlarni bilib olgandi deb o'ylagan bo'lsa, Uyg'urcha gapni ancha-muncha yomidab qiladigan Yang Mingsan qadrdonga hayronlik ilkida qarab qoldi. "Amsa", dedi Yang Mingsan Hanzo tilida aniq qilib. "Guli qoq, qora o'riqqiqi, uzum, munahlarning avrishkisi bormi? Shuni ko'rib, ondan to'xtamlish shakl so'zishayli. Uni akammatkanmiz." Jabbor hojim dimiq qanday bo'lib atrofiga qaradi. "Hammasi ishonchli mallar. Siz xotirjam bo'ling." "Bo'lmaydi. Bu oz so'zi bo'lmasa, men quyruq ko'rsatib, bildirib xazinlarni ko'p ko'rgan." Yang direktor o'rnidan turib ketishi, Jabbor hojimni uning orqasidan so'qildab kelib yolvorishga boshladi. Hojimning xoshamatlardan ichi siqilgan qadrdon toqat qilolmadi. "Hojim, meni ko'rib savdo qilish
bu aqalli bir savatqo, dedi Qadirdan qo'llarini silkib. Sizi tosh akilamla, shexilmi yoki tog'orga to'p usamla, qo'yning mayiqilmi, bu ilmiq bo'lmay turib, to'xtam ruxsat qilib bersa, keyin uning hududdan chiqmoq tez. Xo'p, dedi yan direktor boshmaltiqini chiqarib. Intayin to'g'ri gap qilding. O'zini o'zi lat qilib olgan Jabbor hojim yotoqqa kelguncha demi ichiga tushib ketdi. Yan direktorning barmoqini chiqarib, Qadrdonning maqtab, o'ziga qarabmi qo'ymaganligi uningga bakmi xor kelgan edi. Shunga yotoqda kirgan hamon chopinni karvat ustiga perqirtib tashlab, oyog'ini silib, sapni kashini kiydi-da. Divanga o'zini tashladi. Ham xeligacha pushangshib o'ltirib ketdi. Men bir yonchiqimga guli qoq, yana biriga mo'nak, qolganlarga qor o'rik, quruq uzum qachlab yuradigan doğru purush 80 xilti bo'lmasan. Tig'i hammasining avrishkisini so'rayda. Sheptaranga do'zax shotsi. Hamma odam ish o'qitiga, kasbiga ashundoq puxta bo'ladi, dedi Qadirdan ochiqi bilan. Silimi putlarga odatdagi bir kepish olsimi, uning xurumiga, kam pashnolariga, hatto tikishlargacha zig'irlab ketgandekli bir ish. Vay. Hojim 5-chayqiri. Nalab yurib, bunchola qavjalin bo'lib ketgansa? Sizlar televizor, radio, gazet jurnallardagi savdo e'lonlarini ko'proq ko'rib, anglab, o'qib pasli bo'g'dak. Qadirdan yuz oyashni bilmaydi. Mushu saviylar bilan hozirgi davrda sevgi yo'lligining hududdan chiqolmaydi juma. Allah! Hojim imkini qamalladi. Yani yeğrimga tekkili turdingmi? Necha kun yoqi gachi bo'lib olasan. Tiling chiqsa odam tillaysan. Men sizga o'xshash odam tillamayman. Mushu saviyalari bilan sevgi yo'lligining hududdan chiqolmaylar deganing tilligan bo'lmay nima? Tillash bilan haqiqatni ayirib olmaganlikning o'zi saviyaning to'lanligi bo'lmay nima? Otqarchi, shirkatga, manqonlichoq, o'pöpöş deganlar til haqorat, kamsiz deb atildi. Uqdingmi? To'njiqib o'tirib ketgan Jabbor hojimdan endi gap chiqmaydiganligiga ko'z yetgan Qadirdan almashtiradigan ish kiyimlarini elib munchiga kirib ketdi. Her tarafdan to'silib qolgan Jabbor hojim bo'lsa, uning orqasidan atlik shapto'dak qalin qalpoqlarini metaldatib nimadandir deb tilladi. Darvaqa Jabbor hojimdek Makka mukarramga borgan. Alloh yo'lida haj tavob qilgan. Odamlarni ozdiradigan shaytonga toshmi otgan mundaq ahli musulmon oti yo'lliq odam oldida ma'madallik qilmay, "Oy hojim, sizning barhaq, mening nohaq" deb qo'ysa, bu shunning yeniqi bir nimasi o'zilib ketarmidi? Tova, mushu zamonning yosh bolalarga nima balo tegdi? Hamma ishda odipashlik qilayotgan ishlaringdan qusur tepib, yutuq izlayotgan. Kam sundirib, masxara qilayotgan. Boya molni ko'rib savdo qilish aqalli savatqo dedi. Eliqi yon degan gadoy menga qarab ajab satiy joyda. Hoji bo'lganing bilan senni 4 sar yerim jun kelmaydi ekansan deganda tayinliq. Texmo so'yma. Tosh akilamma, shexilmi yoki tog'orga to'pi usamla, qo'yning mayiqimi deyishiga eliqi yon degan sheptirang'i do'zax yotsa barmoqini chiqarib, "Xo'p, intayin to'g'ri gap qilding" deb og'zini ko'p qaylab ketdi. Uning gapini to'g'ri deb do'st atib bergandan keyin oshundoq chechaklab eshikka 4 tishli qonga bo'ladigan gap. Voy bo'ldilar. O'zimni nemancha upurtib ketaman. Bundan keyin mushundoq burni ko'pkan yosh o'pomoq shovchilarning oldida g'it qisib olsak bo'lmadimi?
Bu ləneti gədənkeşlərini muşundaq zuvandar, bilərmən, nəmədan, atikar çıxılıb etken zadı neyme? Doğru, televizor, Məşriqning, Məğribning deb hamma toifning rangarang bir nimalarini qo'yib berib, bolalarni buzib etdi. Shunga televizor emas, balki dilbuzur ham emasmi? O'zining falsafiylik fikrlaridan, dunyo qarash, an'anaviy nazariyalardan mamnun bo'lgan Jabbor hojim putini yumay, og'zini chayqamay o'rniga kirib yetib, xeli bir vaqtlargacha hamda xiyollarga chirmib uxlab qoldi. Qadrdon munchidan chiqqanda u og'zini yo'g'on ochqunicha, to'risqa po'lab, pushtak chalg'unicha uyquga ketgan edi. Qadrdon bir chin sovuq qaynoq suv ichib olgandan keyin o'rniga kirib yotdi. U chiroqni o'chirayotgan bo'lsa-mu, mehmonxona hovlisi va ko'chadagi yenib turgan chiroqlarning ta'sirida bo'lsa kerak, yotoq ichi so'z havorang nur ilkida yurib turadi. Jabbor hojimning pushtiki üzülmey bir xilda chilinib turg'ashqa, uyqusi qochgan Qadrdon ikki yostiqni karvat yo'lanchigiga terib, yo'lanib o'tirganicha Jabbor hojimning so'z ko'rinayotgan siymasiga qaradi. Ham ichida bechora deb pichirladi. Rost, u bechora edi. Bir chog'larda sinipiy ko'rish, so'lchillik, shaxsga cho'qinish uni atiyozlik shamolidek ham illiq yelpib, ham haridek chiqib, yurak oldi qilib atgan edi. U hozirmi odipashlik qilmay, boshliqning suzg'in suzig'idan chiqmasa, davomli chiroydan kulga, gap so'zlardan yaxshichaqlik, harakatlardan muloyimlik, mo'ldirlab turgan ko'zlardan bechoralik, salom ham ta'zimlardan cheksiz sodiqlik chiqib tursa, qisqasi boshliqning nazari ko'zlaridan o'ssa, u yashaydi. Rost, qo'lidagi bir parcha nenini tatqizib qo'ymay, xotirjam yashaydi. Shunga u mol setib olganda, boshliqning nazaridan o'tgan, boshliq tasdiqlagan, muzokara qilgan deb tizimlikni go'yo Qur'onning surasidan chora bilib, uning sirtiga chiqa olmaydi. Xalqda ehtiyojli ekanligini bilib turib, boshliq ko'rgan tizimlikni yo'q deb oldi orqasiga qaraydi. Ehtiyotlik bilan qadam elib, pulning oldi yuzi, orqa yuziga necha zan soladi. Bunaqlarni islohotchilar, asar atiqlar, islohot parovuzini orqaga tatquchilar, muloyim kaj oliy janoblar deb ta'rifligini bekor emas. Islohot deganga Qadrdonning bo'g'isi Yusuf Karvondek yuraklik, qo'rqimsiz, tavakkulchi odamlar bo'lsa, tuz tamadi. Qadrdon 5 yoshidan tortib yezida bo'g'isi Yusuf Karvon bilan mo'misi Maysxonning qishida cho'ng bo'ldi. Uni Abbos bilan Xayrigul bir necha qatim akilib olgan bo'lsa-mu, shaharga faqatli ko'nmadi. Shunga u yezi maktabida o'qidi. Qadrdon 5-sinfda o'qiyotgan chog'larda 91 yoshga kirgan Yusuf Karvon olamdan o'tdi. Abbos er-xotin ikkisi o'g'li bilan onasini shaharga akilib oldi. Biroq Maysxon mo'may bir yilga qolmay qadinisi orqasidan boqiga rahlat qildi. Qadrdon cho'ng uyda o'tgan kunlarini mamnuniyat bilan eslaydi. Demisimi, u 5-sinfda o'qiyotgan chog'lardami bo'g'isining ichida yotadi. Yusuf Karvon yoshlikdagi xotiralarini eslashga herisman odam edi. U Qadrdonning tushunmasligi bilan hisoblashib o'ltirmaydi. Ham navrisining uxlab qolganligi bilan kori yo'q. Hikoyasini aytaveradi. Yusuf Karvon ko'pincha o'zining cho'l jazira, qumliq dashtlarni kezib, shahar savdogarchilik qilgan hayotini hikoya qilib so'zlashga omroq edi. Demisimi, u Xotandan Qashqar, Oqsu, Kucha taraflarga atlas, shoyi, baqasan va seriq, oq, novatrang yepak cho'nchallarni opirib setib, u yurt bozorlaridan pista bodom, xurmo, guliqoq, kishmish, meyiz qatorliq quruq yel yemishlarni elib,
tağ arkasıga ötüp, elida pul kılattı. Elidin bolsa Bulgar, şeginin, kön, şavrun qatarlıqlarını elip, alt şehir bazarlarında satattı. Yusuf Karvan nevrisiga batırlık hakkında köpürek sözleydi. O, çöl cezirlerde karvan tartıp ketivatqanida oldini tosqan bolangchi, qaraqchi, o'g'irlar bilan qandaq ilishqanligini hikoya qilganda qadrdan ko'zlarini olaytib, lavlarini tishlab, kichik mushtumlarini tugib jiddiylashib ketadi. Hatto uning ko'z oldida bir bosh qo'yish bilan mahri cho'lib ketgan. Chekisiga yegan bir mush bilan ko'z olmasi sangilab qolgan. Bir peshvoda tishlari to'kilib tushgan ko'rinishlar paydo bo'ladi. Bir qatam qara bola. Qo'llarda qamish nayza 7-8 qaroqchi qo'llab ketdi. Deydi Yusuf Karvan ovozi sirli xazinasi. Qaychyapman. Oxiri 30 g'ulash kelamikin bir yorni yilkib qoldi. Pastga qarasam, cheksiz qonliq turdi. Men "Ya tavakkul taala" dedim-da, ko'zimni yumib sagridi. "Bu hozirgi gapimni uqolmading-ku?" "Tavakkul qildim. Alloh oq yo'l berasan" degan gap bilan. Bir kuni Maysxon ana ochiqlab qoldi. "Oy dadisi, rost yolg'onni qo'shib, nadiki qo'rqinchli bir nimalarni so'zlab, bolamning yuragini yaraydimla. Ey mazlum, dard alamlar keladi. O'g'il bolaning boshiga so'nggi tugman cho'rgilaydi, ko'zdan oqqan yoshiga" degan g'azalni anglamaganmisan? Yusuf Karvan soqollarini tutamladi. "Happalla. Shunga o'g'il bolani qo'rqmas, qaram ham jigarlik cho'ng qilish uchun kichikdan tortib yuragini tovlash kerak. Ömür manzillarda tog'dek bolalar, qozonda qaynagan o'g'il bola, u yerim o'g'il bola, xutulma." Ammo Yusuf Karvan savdo ishlari to'g'riliq so'zlaganida uning qatma-qat jiyaklik ko'zlaridan ushqullar chachirib, chehri sham chiroqdek yo'rib ketadi. "Qara bola, har bir savdo oyoqlashgandan keyingi oladigan lazzatingni til bilan izhor qilib bo'lolmaysan" deydi bo'g'ay tomoqlarini chaqildirdi. "Hatto shundoq ishlarmi bo'ladi-ki, mushtumdek badal to'lab olgan tirixdek foydangni sana jannatning ne'matidek bilindi." Yusuf bo'g'ay ashu xotirlarni eslash orqali yoshligiga qaytgandek bo'landi qandaq. Savdo ishlari to'g'riliq so'zlaydi-yu, hayajonliq hissiyotlar ichida vaqtning qandoq o'tib ketganligini to'ymayli qoladi. O savdodagi eng inchga, sirliq ham maxfiy usullarni bayon qilayotganida qadrdon bo'g'ayning ichiga kirib, hammani bir yo'lni bilib olg'isi kelgandek borgan siri sebijib kelib, og'ziga tikilib qoladi. Savdoda ilmishni bilib, berishni bilmagan, foydadan yashirib, ziyondan tugishib ketadigan odamlar haqiqiy savdogar bo'lolmaydi bolam. Deydi bo'g'ay qadrdonning ko'zining ichiga qarab. Mol elishda detlash bilan xaridorning ro'yini detlash eng muhim. Bozor har kuni, har zaman o'zgarib turadi. Buguni baqasam to'n bozor topsa, atsi cho'nchan yaktak ativar bo'lyotidi. Tushdan burun bas-basda o'nchi do'ppi ilayotganlar. Tushdan keyin gejim roman so'rayotgan. "Buva", dedi kichik qadrdon ko'zlarini o'ylab etib. "Men cho'ng bo'lsam, cho'qim savdogar bo'laman." "Bolam, savdogarchilikni oson chaqlab qoldingmi?" Bo'g'ay navrisining chilgidek yumaloq beshini siladi. "Savdo degan qo'yinga bo'yoqdan chigit berib,
o yoqdan samirdimekin deb qo'yriqini tutadigan ish emas. Tavakkul qilib, hammani chekib etib, orqadan asta yig'ib oladigan sabr toqatli savdogarga Alloh g'aniylik martabasini ato qiladi. Go'harzimin mehmonxonasining yotiqida bo'g'isi bilan xiyolan mo'lashgan Qadirdan deb cho'nqur tinib qo'ydi. Daraxt bo'yi ko'tarilgan yerim oy pardalari qayrilgan kang derizlardan yotoqni oppoq yo'rtib turardi. Sirtda oyga uzilmay o'tishib turgan mashinalarning signallari anglanib, chiroq nurlari yotoq to'g'risida yalt-yo'l chaqnaydi. Jabbor hojim hali ham kuchtak ko'dab uxlamoqda edi. Qadirdan ata Shinjong mehmonxonasi maktabiga borganligini o'ylab, go'tqiniga ko'rkinib yotdi. Ammo u qachonlarda tong etib qolganligini tuymayli qoldi. Hojim uni to'rtib uyg'otdi. Qadirdan, tura. Qachongacha yotsa? Qadirdan uxlash kiyimlari bilan yuz bo'yinlarini surtayotgan hojimni ko'rib g'uding'ishdi. Nimanda sahar turib oldilar. Tushdan keyin soat 5-6larda ma'nogan tursilar. Bugun sening o'qishing boshlangan kun. dedi Jabbor hojim ko'nglikini kiyib. Ammo men seni Yoqub hojimning uyiga olib borib, tanishtirib qo'ymsam bo'lmaydi. Ozod markalik cho'ng mashinada yuk to'shiydigan haliqi Bodak saqal hojimda. Uni tanishtirib qo'ymysizmi? Tuniymi? Bizning uyga necha qitim kelgan? Urumchilik uyini bilamsa? Yo'q. Happalla. Abbas bojang Yoqub hojimning uyini ko'rsatib qo'yg'ach, uning ba'zi ishlarni topilab qo'y degan edi. Bildim. Dadam mening o'qiyotgan yoki o'ynayotganligimni nazorat qilish uchun Yoqub hojimni ish yo'li qildi ekanda. Hey, nimandaq og'zingga chiqib sen ham? Aymanmay Abbas bojangni til tegizyapsizmi? Emsa u bodak saqalga meni to'plab nima qildi-ki? Bunda ta'tir tushsan qanday bo'ladi? Urumchi degan murakkab shahar. Musofirchilikda zeriksan, teriksan, biror narsadan xijolatchilik tassang, sana hamqon bo'lmamdi. Bo'ldi, o'ynashdim. O'ynashqanimda shuncha azverib ketgan bormi? Ular atiyanda eliqi qozoq choyxonasidan mashq qilib bo'lgandan keyin cho'ng yo'lga chiqib taksiga tushdi. Taksi 8 qavatdan o'tib meditsina institutining orqasi bilan Dajaygo'ga yetib keldi. Shoför Jabbor hojimning yo'l ko'rsatishi bilan tor bozor maydonlaridan o'tib, oxir yerlik uylar zich joylashgan aholilar rayoniga kirib to'xtadi. Jabbor hojim ikki odam to'g'risiga patmaydigan qisilchoq ko'chalardan o'tib, ko'k sirlangan cho'ng temir darvozaga qadam oldi. O Qadirdanning ho'yli o'ttirsida cho'qchiyib turgan 2 qavatlik 4 chasi binoning koridoriga boshlab kirdi. Bu ber qeri tumanning qorasi, dedi Jabbor hojim koridorda ketib etib. Mushi binodagi uylarning hammasi ijaraga berildi. Undaqda utungan pulni usulg'idakda. Yoqub hojimning hisoblab ko'rishicha, oyda 12 ming so'm atrofida kirim qilib o'xshaydi. Ular parang bilan bo'lib ketib, ikkinchi qavatga Yoqub hojimning uyi oldiga kelib qolgan edi. Jabbor hojim ishini bo'sh urishi, ishkirdan kirivering eshik uchoq degan ovoz keldi. Ular uyga kirishi bilan salarga benzin, terpentin qatorliq maylarning ochiq hidi dimog'lariga urildi. Yoqub hojim osmi maykisi bilan uy o'ttirsiga selingan so'lyov palaz ustida mashinaning qaysidir zapchisini remont qilmoqda edi. Uning qo'llari bilaklargacha qop-qora may bo'lib, yuziga qora qo'rlar suvolgan edi. Shunga u o'rnidan turgancha qo'llarini ikki tarafga yeyib o'zini so'radi.
Oy, taza sert bo'ldi ha. Mashinaning moy tanisi eqib qopti ekan. O'g'lavatadi. Ramutxonaga apasam palonchi bo'ldi sizlar. Qani, o'tiringlar. Men qo'limni chayqab qilay. Bo'ldi. Avar bo'lmasa hajim. Dedi Jabbor hojim jiddiy talaffuzda. Biz qo'rsqimizni to'yg'izib keldik. Bu bola Abbos Bujoning o'g'li, qadrdon bo'ladi. Shu, chiroyi nimada tanishkin deyman ha? Qadrdon Shinjong mehmonxonasiga oshpazlikni o'rgangili keldi. Abbos Bujong bolaning holidan xabar elib qo'ysa deb topilib edi. Voy, topilish ketamdi. Uqubli qolsaq bo'ldi. Qadrdon o'z inimizdek bola. Abbos Bujongning o'z vaqtidagi saxovatlarini unutib qolganimiz yo'q. Yaqub hojim o'ttir bo'y, buğday unluq, 35-36 yoshlardagi odam bo'lib, yeshig'i mos kelmagan bo'dak soqoli uni 50 yoshlik odamdek ko'rsatib qo'ygan edi. Qadrdon ko'ni avyal yopilgan karvat, oddiy gaz o'choq, bir yog'och sanduq ham qo'ziqi iliqliq joy namozdan boshqa narsa ko'rinmagan bu uyga qarab, ko'ngli bir qismini bo'lib qoldi. Yaqub hojim buni sezib qoldi bo'g'ay, qadrdonga chaqchaq qildi. Ha, qadrdon. Hashamatlik sarayimga hayron bo'lib otamsan. Qanday qilamiz? Yo'qsizlik. Yaqub hojim, dedi Jabbor hojim kulib qo'yib. Qanchilgan mashinalarni kiraga selib, bo'sig'isi oltindan bo'lib ketdi deb anglaymiz. Yo'qsizlikdan gap ochsa, g'ariblar anglaydi. Hammasi oldi qochdi gaplar. Yaqub hojim g'aribni kulib qo'ydi. Kiraga selayotgan Ozoddan ber. Sharq Shamildan 2 mashinam bor. Ba'zi texe turupli birari tumuq qolib qoladi. Hay. Mashina ko'p bo'lganga yetmaydigan go. Ondaqda mashinani ko'paytiradigan planlar bor o'xshamamdi. Bo'lmamdigan. Agar pulim bo'lgan bo'lsa, To'shosh ham yotkash Kalundan bugunli birni qurg'in bor. Ular Urumchiga kelib, har xil kasb ham tijorat bilan shug'ullanib, hol kuni kundan kunga yaxshilanayotgan, ziyon tortib bayram bo'layotgan. Hatto qonunsiz ishlar bilan shug'ullanib, turmaga kirib qolgan bir yurtlar haqida xili ko'p suhbatlashdi. Oxirida Yaqub hojim eng muhimi dilni pok, diyonat nuri yo'rtib turmasa, niyat hargiz xolis bo'lmaydi. Niyat xolis bo'lmadimi, hamon zo'rlikqa yuzinishdan qechib qutulolmaydi. deb suhbatni xulosaladi. Jabbor hojim bilan qadrdon o'rindan turgan edi. Yaqub hojim ularning unumig'iniga qo'ymay, tushlik tomoq yeyish uchun oshxonaga elib ketdi. Beliq shirkatida ovozlanib, Beliq to'rida anglatilayotgan Uyg'ur yozuvchisi Jaloliddin Bahramning Shinjong xalq nashriyoti tomonidan nashr qilingan Omad va Ofat nomli romanini bugun musharga chaqnatdik. Davomini atidagi anglitishimizda davomli anglitamiz. Bu roman Shinjongning har qaysi joylaridagi Xinhua kitobxonalarida sotildi. Do'stlarning sotib olib, saqlab qo'yishni tavsiya qilamiz.